أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله. Endi Kashapov Niyaz Hazrat Kiyev firqasidan Diniya nazorati raisi bo'lib ishlaymiz. Alhamdulillah, mana bugun shu tantanali bir bayram kuniga keldik. Endi delegatsiyamiz bilan shu bizning burungi Bulg'or bobolarimizning rasmiy ravishda shu yerlikda islom dinini qabul etgan yerlarni qorar uchun, izgi bobolarimiz uchun duolar qilar uchun inshaalloh, hamda endi shuda kelgan ko'p musulmon qardoshlarimiz bilan uchrashish uchun, oralashish uchun endi bizning bu voqea islom dinining qabul etilgan 1100 yillik voqea bek zo'r, bek muhim voqea bo'lib tura. Chunki yo'l bizga bildira, bizning endi abilarimiz, bobolarimiz endi 1100 yillik o'z tilaklari bilan, o'z erklari bilan islom dinini qabul etib, shu yerlarga o'rnashib, endi tinchgina yashadilar. Hamda endi shu yillar davrida shu dinimizni bugungi kunga kelib yetkazdilar, alhamdulillah. Hamda endi Alloh subhanahu va taolo kelajakda da mana shu ko'p millatli, ko'p dinli Rossiyada tinchlikda, birgalikda, do'stlikda yashashga Alloh taolo nasib aylasin. Endi Alloh taolo shu mana bugungi kunlarimizda dinimiz uchun bek ko'p imkoniyatlar bor, alhamdulillah. Masjidlarimiz da bor. Albatta endi masjidlarni ko'paytirsa, zo'roq shaharlarda ularni ko'proq bo'ldirasa kerak, albatta. Alloh subhanahu va taolaning yordami bilan inshaalloh bo'lar. Chunki endi mana kechada zo'r tantana bo'ldi. Shu Qozonda zo'r jami masjidga negiz toshi solindi. Shu ish boshlanib ketdi. Alloh taolo endi bu ishlarda da xayr barakat bilan, yengillik bilan ishlab chiqargan nasib aylasin inshaalloh. Kelajaklarda da esenlik, sog'likda, tinchlikda ilkinlarimizni tinchlik bo'lishini tilab, inshaalloh Allohning rahmatidan umid etib endi yashaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allahu akbar va lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illalloh. Hazretler, tekbir aytib Kaldırma. Kişi biz Bulgar yerine İslam dinini alıp geldik. İslam birede yaşayışı her kimden küngeline jılılık, ışanış ürür. Kişiler özlerin dağında bəxtli duyarlar. Büyük Bulgar devleti iman yolunda zor uğuşlarga, büyük urlerge erişir. Her ülkede zor neticeler, zor uğuşlar bulur, il şeşek atar. Bulgar bütün dünya Müslüman ümmetinin dünya şiğine evrilir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
الله الله الله الله الله الله الله الله